Короче, bu bizni kanal. Mana bu lichka bizlardi. Meni lichkam. Bu kanalim. Promo kodlar полностью koreyalar bo'ldi. Mana shu hamma narsani, mana bu notebook, и так далее, hammasini Xbet, Mosbet, Linebet, DBBet, Adminlar orqasidan olganman. Nimaga qaranglar? Ro'yxatdan o'tishda promo kod esdan chiqmasin. Qanday ro'yxatdan o'tish kerak, nima qilish kerak? Boshqatdan yangi akkaunt ochib, menga yozinglar, men sizlarga ro'yxatdan o'tib promo kod va qanday bonus berishini ko'rsataman полностью. Mana bu, короче, Lenovo'ni ham shularni olganman. Как $50 depozit qilyapman. Depozitdan keyin ular bonus beryapti. Bonus bergandan keyin men bu kunni olib kelyapman. Xuddi shunday, bular ham xuddi shunday bo'lgan hammasi. Mana bu yerda lichka yozilgan. Lichka shuni yozib qo'yasizlar. DBBet bo'laman, Mosbet bo'laman, hammasiga bor. 28 kontora bo'lsa hammasiga bor. Так что yozib qolamiz bo'lar. Esdan chiqmasin. Bonus, или promo kod, так далее, hamma narsa bor. Yozsalaring bo'ldi. Pul chiqarish, pul kirgizish, так далее, nima xatolik, или pasport, nima xatolik, masalan, o'zgartdan pul kirgizmay qoladi. Hammasini mana shu lichkaga qilib beradi. Shuni yozamiz bo'ldi bo'lar. Atmosferachi pezes, просто так. Nima deysizlar, bo'ldi. Mana shunday hammasini o'shan orqasidan olganman. Pizza ishlaydi. Qaranglar, bo'ldi. Esdan chiqmasin. Hozir ham bu yerga bekorga $50 demaganman. Chunki mana depozit $50 qilingan, bundan keyingi depozitdan qo'shib qo'yilgan. Olib shuni hisoblab qo'ydim. Keyin bonus qancha berishini ham hisoblab turibman hozir. Shunaqa bo'ldi. Yozamiz bo'ldi. Mana bu lichkaga. Pastdagi, Xfikiga. Esdan chiqmasin. Bir xillarda Mosbetdan pul chiqarish kerak. Nimadir muammo bo'lib qolyapti. Polni hal qilib beramiz. Yozamiz bo'ldi.